O'zbekiston bilan Germaniyani solishtiradigan bo'lsak, mayli katta miqyosda emas-ku, bizni O'zbekistonda chorva yetishtiradigan chorvadorlarimiz aynan qaysi jihatlardan farq qiladi, qaysi jihatlarda bizni kamchiliklarimiz eng yuqori darajada bo'ladi. Nima jihatlarga e'tibor bersak to'g'ri bo'ladi, rivojlantirish uchun, bizni ham yuqori darajaga olib chiqishimiz uchun. Ideal agrar jamoasi tuzilganda men bitta gap aytganmanki, har bir chorva rahbari, biz bilan ishlagan chorvador rahbari o'zini chorvasini professional boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Aynan menejment sohasi bizda chorvani menejment sohasi. Ratsionni qo'yib beravering. Ola ratsion to'g'risa Ismoil o'zi javob beradi. Lekin boshqaruv sohasi, sils tayyorlash menejmenti, chorvani oziqlantirish menejmenti, chorvani demak boshqarish menejmentini to'g'ri qilishligimiz keyin qolgan qismlarni ochib bera oladi. Menejment xato deganimizda ko'p. Menejmentni to'g'irlashimiz kerak. Albatta. Ishlarda ham, Albatta. tanlashlarda ham. Albatta, o'sha buni albatta endi menejment deganda umumiy hisobda aytyapman. Qolgan narsani biz o'zimiz beramiz bilimni. Bizda hech qanday yoshadigan narsamiz yo'q. Ochib beramiz hammasini. Faqat bizda olsinda foydalansinlar. Kamchiligimiz, katta yutug'imiz bor. Germaniyada oziq ratsion tayyorlash eng murakkabi. Sababi ularda 5 xil o't bor, 5 marta o'riladi va undan tayyorlangan ratsionningizni agar har safar tekshirmasangiz, doim xatolik ketadi. O'zbekistonda bitta makka silis bor, ozroq beda pichani bor, ratsion 365 kun bir xil qilsangiz bo'ladi. Bir marta hisoblatsangiz, deyarli oxirigacha bir xil ketadi. Men hozir sizdan kamchiligini so'rab, keyin YouTube tomonini aytib demoqchi edim. O'zingiz aytib qo'ydingiz endi. Mayli.